Chilonzor metro 16-kvartal 3 xona 4 xona qilingan Yevro remont hamma mebel texnikasi bilan sotilayotgan uyimizni ko'rsatamiz. Qani ketdik. Asosiy zal mehmonxona qismi, televizorli zona, kruj prixoshkamiz. Bu yoqda bolajonlar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. O'zini garderobni shkaflariga ega. Qimmat va sifatli materiallardan remont qilingan. Kruj prixoshkamiz o'zini tepli pollarini ham ko'rdinglar. Hamma xonalari va sanuzellari alohida joylashgan, ya'ni razdelni koridordan kiriladi. Sovg'asiga mana bu ajoyib kir mashinasi qo'shib beriladi. Umumiy maydoni 67 kvadrat metrdan iborat. Choy ichib o'tirishingiz uchun stol shart-sharoitlar qilingan, o'zini konditsionerlariga ega. Bu 4-xonani bolalar xonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. 1,5 ga 6 o'lchamli balkonimizdan unumli foydalanib oshxona qismi qilib qo'yilgan. Oshxonadagi barcha mebel texnikalar dit bilan joy-joyiga joylashtirilgan. Bu fayzli xonadonimiz shundoqqina Chilonzor metroni orqasida 4 qavatli domni 3-qavatida joylashgan. Uyimiz narxi $94,900. Ulgurib qolinglar, bunaqa variantlar tez sotiladi.